Odam ustozini yengibgina soha egasi bo'ladi. Maqol bor o'z beradi, zo'r maqol. Ustozdan o'tmagan shogird shogird emas deydi. Ustozdan o'tmagan shogird ustoz emas deyilmayapti. O'zi ustozdan o'tsa shogird bo'ladi. Lekin shogird shunaqa bo'lishi kerakki, uni asosiy maqsadi ustozdan o'tish kerak. Shu o'shanda uni shogirdi bo'ladi. Keyinchalik baribir shogird isman deydi, ammo o'tish kerak bo'ladi.